Buni yeb ko'rish kerak buni, yeyish kerak buni. Hurmatli mijozlar, bugun 5 oy keyinga azagam kelganlar mehmonga hamma narsalardan qilib berdi. Bitta rossiyskiy vyalenniy dikkiy forelimiz bor. Shuni ham mazasini bitta ko'ramiz. Akam degustatsiya qilib beradilar. Tak, bismillah. Turishini o'zi ishtahani ochadi mana. Ma'mursan kiysan. Rangini o'zi. Buni yeb ko'ramiz, qani. Mana Ekan o'zi. ichini ko'ryapsizlar, qip-qizil vyalenniy bo'ladi, tozalangan, tayyor. Bu bugun keldi, ha? Ha, bugun keldi aka. Bugun keldi. Gapiramiz. Mana balig'imizdan ko'ryapsizlar. Cho'tki chiqqan. Qani aka? Mana. Tegib ko'ring buni. Bismillah. Ha, vashya. Buni yeb ko'rish kerak buni, yeyish kerak buni. Ya mana vidini o'zi, rangini o'zi aytib turibdi-da. Qanaqaligi. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Cho'tki? Vashya. Mazasiz ol. Tuzi ham cho'tki ekan. Ha, olmasanglar, bu ta'mini ko'ringlar. Ta'mini ko'rish nima qilish kerak. Bo'ptimi? Bu yerga kelib ko'ringlar, tamom. Hozir o'sha. Gap yo'q. Sog' bo'ling aka. Gap yo'q.